Agarda siz xohlayotgan narsa hozircha sizni hayotingizda yo'q bo'lsa, bilingki, Robbim sizni himoya qilayotgan bo'ladi. Qanaqasiga deyishingiz mumkin, axir men xohlayapman-ku, bu meni hayotim-ku deyishingiz mumkin, to'g'ri, lekin Alloh bilguvchi. U sizni hayotingizga shu xohlayotgan narsangiz kirganda, hayotingizda nimadir o'zgarib ketishidan, nimadir yomon voqea sodir bo'lishidan sizni himoya qilayotgan bo'ladi. Oddiy tushuntirib beraman. Aytaylik, siz hozirgi kunda 10 million so'm pul topasiz va siz 100 million pulingiz bo'lishini xohlaysiz. Agar sizga hozir o'sha 100 million berilsa, sizni ehtimol turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz o'zgarib ketishi mumkin. Ehtimol farzandlaringizga munosabatingiz o'zgarib ketishi mumkin. Ehtimol o'zingizga munosabatingiz o'zgarib ketishi mumkin. Qachonki mana shu munosabatlarda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydigan va sizni holatingiz yaxshi holatda qabul qilinadigan bo'lsa, o'sha 100 million sizni hayotingizga albatta beriladi. Faqatgina siz ongingizda tayyor bo'lgan bo'lishingiz kerak. Hozir sizni hayotingizdan yo'q narsalarga norozi bo'lishning o'rniga keling, boriga shukr qilishni o'rganaylik.